Mana 50 kilovatlik obyektimiz karkas qismlari tayyor. Ertadan xudo xolasa ishla boshlaymiz. Shunaqa. Olyapsanmi? Manmi? 31. Mana keyingi obyektimizga Jinko 620 wattlik panellarimizni olib keldik. Bu tomonda ham bor mana. Ko'rishingiz mumkin. 50 kilovatlik 50 kilovatga 60 kilovatlik DA inverter, DC predominatel, avtomat, uzib, maxsus o'zini qatiradigan alyuminiy kreplenalari bilan mana 1/6 kabellar yonmaydigan. Xudo xolasa ertaga ishni boshlaymiz. Chiroyli qilib bitirib beramiz.